Yaxshi narsa arzon bo'lmaydi, arzon narsa yaxshi bo'lmaydi. Toza massani soldik. Avtomat korobkaga. Уже toza masla korobkaning ichine tushganini bundan bilamizmi shunda? Bundan ketadi, bundan ko'na qop-qora moyni tortib olib boshlaydi u. Ava. Inshaalloh. Yuvamizda lekin radiator pechki blok hech narsa yechilmaydi. Yechilmaydi, o'zimda turadi mashina. Tarixida yechilmaydi bizada. Ana men hozir gelsam, ishun setkidan ko'rib turaman, musorlar tushgan. Shunda bu apparatimiz nima xizmat ko'rsatadi? Radiator, pechki, blok, suv sistema yuviladi. Suv sistema. Assalomu alaykum, hurmatli kanal kuzatuvchilari, sog'misizlar? Yurtimizni tinchligini ko'zlaymasin, yurtdoshlarimiz sog' salomat bo'lsinlar. Bugun xudo xolasa bir manfaatli video bo'ladi deb o'ylaymiz. Ellikqal'a tumani Bo'ston shahri 2-sentrda xudo xolasa shu do'stimning yoniga keldim. Sababi o'zimning mashinamda biroz bir ashibkilar bo'lganligi sababli keldim. Hozir xudo xolasa hammasini batafsil o'zimdan so'rab o'tamiz. Manzil Ellikqal'a tumani Bo'ston shahri 2-sentr. Bu yerda 2-sentr metani bo'ladi. Metan tarafi aylanmaysizlardan. Toza voyankomat tarafi aylanasiz. Toza voyankomat tarafi aylangan yerda ko'pirdan o'tgandan so'nggina chap qo'lingizga, shunday chap qo'lingizga kelasiz. Xohlagan turdagi xizmatlar bor, xudo xolasa transport vositangiz uchun. Hozir batafsil so'rab o'tamiz. Do'stlar, xudo xolasa shu tabloda ko'rib turgan hamma xizmatingiz bor. Bemalol kelib turib, xudo xolasa shu xizmatlardan foydalansangiz bo'ladi. Telefon nomerlari ham yozilib turibdi. Bemalol shu nomerlarga bog'lanasiz. Keyin esa ishora kelsangiz yana chiroyli deb xizmat ko'rsatadi. Assalomu alaykum. Zo'r yaxshimisan? Sog'liqlar yaxshimi? Assalomu alaykum. Shukr, rahmat. Sog' salomat. Ishlar omad, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Xo'p, xudo xolasa kengaytiribsiz. Keyin alasa menda toza koreyskiy chetni apparatlari kelibdi. Xo'p, endi qa? Shu xizmatlardan men ham foydalanish uchun keldim. Bir yere bardım. Pechkini tozalash kerak oldu. Sababi konditsioner soğutmayın kaldı. Pechki isitmay qoldi. Pechki isitmayın kaldı. Shunda bir ne bo'ldi da mashinada? Tozadan qo'ydingmi? Yo'q, men buni olib bordim tozalatishim uchun. Pechkini tozalash uchun meni torpedamni yechib olib tashlab yana. Keyin tozaladi. Undan effekt yo'q. Tap shuningdek bo'lami o'zi aslında? Yo'q, bizada torpeda radiator yechib olinmaydi. Olinmaydi. Hech narsa shuni kapotdan siladi, ularning berilari bor. Mana aparat bilan radiator pechki blok yuviladi. İş aparatı bilan. Berakalik ish aparatı. Bachoklari antifriz bachoklari yomon bo'lib yotadi-ku. Ava. Xudo xolasa ular çok kivo effekt. Taptoza bo'ladi. Inshaalloh. Yuvamizda lekin radiator pechki blok hech narsa yechilmaydi. Yechilmaydi, o'zimda turadi mashina. Tarixida yechilmaydi bizada. Ha. O'zi bilan chemikat bilan yuviladi. Bachoklari yuvib, toza antifrizdan zavoddan chiqqan bo'lib. Keyin alasam, misol men tushgan musorni ko'rib bilamanmi bu yerda? Setga tushib turadi. Ha, 100 setga ko'zim eldinda. Mashina egasi ko'rib turadi shularni o'tishini. U alasa biroz musor ko'rsatdimi. Zinashit endi u nida olgan men bilmayman lekin. Zinashit men hozir gelsam, ishun setkidan ko'rib turaman musorlar tushgan. Ha. Shunda bu apparatimiz nima xizmat ko'rsatadi? Radiator, pechki, blok, suv sistema yuviladi. Suv sistema, polni. Mashina bo'lsa. Ya'ni ko'p mashinalar diqilsa, ventilyator qo'shaveradi. Mashina yoqib, ventilyator qo'shib boshlaydi. Ha, ana. Shu diqilsa, shuni ochiladi, yuvgandan keyin Shu qoshish qoladi. O'zimning mashinam ham shunday bo'ldi, olib borib edim. Yog'inday bo'ldi, torpedani oldi yechib, keyin alasa aldinday radiatorni yuvishina kelgan vaqtda to'xtang dedim. Faqat yuvmang turing dedim. Men bir o'zimning do'stim bor, xudo xolasa boring, shundan maslahat so'rang dedim. Zinashit endi u meni endi qaytadan yuvdiraman. Gap yo'q. Ena do'stlar, xudo xolasa ena hech narsangiz yechib olinmaydi. Kelasiz, pechki sistemasi, radiator sistemasi bo'yicha ko'rib turasiz, ena musorlari tushib turadi. Bemalol kelib turib, shu xizmatimizdan foydalansangiz bo'ladi. Keyin alasa bunga kelsak. Xo'p, ben alasa korobka moy almashtiramiz. Korobka moy. Avtomatlarni. Endi men qara, avtomatni moyini almashtirdim. Avvalgidek emas, effekt umuman yo'q. Menga где-то bir 6 litrlik avtolni pulni olib qoldilar. Shunday bo'lami o'zi? Ava. Qo'lda almashtirdilar. Yo'q, Unday bo'lmaymi? bu narsa qo'lda almashtirgan o'zida 7,5-8 litr. 7,5-8 litr bilan. Biz aparat bilan 10 litrda almashtiramiz. Bu aparat bilan 10 litrda almashtiriladi. Yerdan solamiz, yana 10 litr moy solinadi, bundan 10 litr moy qaytarib olinadi. Qaytarib olinadi. Yerda ko'rib turadi effekt. Yine qizil toza moy. Toza moy shu. Bundan toza ketadi, bundan ko'na tushadi. Ko'na tushadi. 10 litr bo'ladi. Bu 5 litr, 6 litr, 7 litr ham
Effekt vermiyor. Значит ben düştüm, uruldum. Endi yine almashtırışım gerek qaytadan. Üçün aparat bilan. Ana do'stlar, keyin elasa qara. Toza massani saldik. Avtomat korobkaga. Уже toza masla korobkaning ichine tushganini bundan bilamizmi shunda? Bundan ketadi, bundan ko'na qop-qora mayni tortib olib boshlaydi u. Ava. Tabii bundan shunday qizil may chiqadi bundan 10 litr. Bundan ha. Ava. Shunda 100% ichi shunda yuvib, tozalab, toza may chiqadi. 2 litr shuning uchun ko'proq ketadi bizga. 2 litr ziyod ketadi ekan, lishni. Sababi ichini tozalab yurishligi uchun. Litri uni 100 ming so'mdan nera bor tursa 100 ming so'm, 110 ming so'mga olib sotib turibdi magazinda. Bizlar 10 litr mayni pulini bersalar bo'ldi, qo'laqqa besplatniy. Qo'laqqa besplatniy. Qo'laqqa besplatniy. Shunday ham Inshaalloh. Do'stlar, aynan ekranda nomerlarini qo'yamiz. Shu nomerlarga bog'lanasizsa, Ellikqal'a tumani Bo'ston shahri 2-sentrda aytib o'tdik. Bemalol kelasizsa, to'lka massasini pulini bersangiz bo'ldi. Ya'ni shu avtomat korobkaning mayini almashtirgan vaqtda mayini pulini berasiz, qo'l haqqi bu apparatni haqqi uchun olinmaydi do'stlar, to'g'rimi? Xo'p. Boshqa necha xizmatlarimiz bor yana? Endi Xitoydan apparat olib ko'pmiz. Xitoyskiy apparatdanmi? Hammasi paket apparatlar ekan bularni. Va yaqindan chaqirgan shishgan bolalarni ham yemiz bundan. Bu ham oladi. Masalan, yo'lda oltin. Chov bersa. Chopadi, shish chiqadi mushtum. Shular ham oladi. Shu ham oladi. Keyin yurishini ichga oladi. Effekt yaxshi berami? Yirtilib ketib boshqa ketmaydi. Xudodan katta zo'rlamaymi? Xudo xolasa. Ajoyib. Yomonlarimiz topolmaydi shishkalarni. Inshaalloh, ana do'stlar. Keyin balansirov xizmatlar ham bor. Ava. Bu apparatimiz Balonni ikki ochib, charxlashdan. Charxlash uchun, ya chapilgan yerlarni zatish uchun bu. Ajoyib. Balonni ochadi. Bu ham tur maylarimiz. Keyin xohlagan turdagi maylar bor. Korobka uchun. Korobka may, antifrizlarimiz. Antifrizlar. Har turdagi alarimiz. Xo'p, bir masalan hozir kobaltlar ko'p. Kobaltni avtomat korobka kobaltni shu avtomat sistemasi bo'yicha mayni almashtirish necha so'mga tushadi taxminan? Taxminan 1 million so'm tushadi. 1 million bilan yetadi. Beriladi, mutlaqo besplatniy. Almashtirish nalari tekin. Gap bo'lishi mumkin emas yana do'stlar. Ajoyib. Xo'p, bu apparatimizni tushuntirib o'tdik. Pechka bilan radiator bo'yicha yana xudo xolasa do'stlar, ekrandagi nomerlarga bog'lanasizsa, o'zini ustalari xizmat ko'rsatadi. Bemalol xizmatdan foydalansangiz bo'ladi. Keyin motorni mayni almashtirganda biz shlangida ishlatib, ichida suv ketib, bunday narsa bo'lmaydi. Shunday maxsus o'zini maxsus narsa apparati bor. Ishlatib, ichida may qoladi, ba'zi zako'nada taqib beramiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Katta rahmat do'stim. O'zim nima deydi, bir urilganligim uchun keldim, to'g'risi. Shu telefonda so'radim, "Mena do'stim, shunday bo'ldim men. 5.5,5 6 litrlik ketdi avtomatima." degan vaqtim, "Yo'q, uningdek bo'lmaydi, aka. Do'stim, qaytadan almashtiraylik, bir xaziyat paydo dedi. Shuning uchun keldim." Keyin elasa pechka sistemasi bo'yicha, radiator sistemasi bo'yicha yo'l turibsa, o'zini maxsus apparatlari bor. Bu elasa korobka mayni almashtiradi. Do'stlar, bemalol ekrandagi nomerlarga bog'lanib kelaverasiz. Katta rahmat do'stim. Sog' bo'l, salomat bo'l. Qo'ling dard ko'rmasin. Yana bir narsa, Ava. qishda mashina qizmay qoladi, pechkasi. Yozda mashina qizib ketishini andan olgan narsa shu. Shu narsa. Inshaalloh ana. Xudo xolasa, kimda kim manfaatli video bo'lgan bo'lsa, bir like bosib qo'yamiz do'stlar. Kanalda yangi bo'lsak, obuna bo'lib qo'ying. Bemalol ekrandagi nomerlarga bog'lanib kelaverasiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yurtimiz tinchlig'iga ko'z tegmasin, yurtdoshlarimiz sog' salomat bo'lsinlar.